Assalomu alaykum do'stlar. Menlarning mush vaqt xayrli bo'lsin. PHP yurishlik darsini qo'sh keldinglar. Bugun bu soatlik darsda PHP kodini yozish uchun bizning mulozimlar va editorga ehtiyojimiz bor. Undaqda mulozimlarni qanday tushiramiz va editorni qanday tushiramiz men uni ko'rsatmoqchi. Undaqda google.com kiraylik. google.com ga kirgandan keyin men mulozimlar ichidan zam degan mulozimlarni tanladim. Bundan birinchisi kerak. Aldığımızda çıkan birinci formatını tanlayman. Kirgandan keyin bu yerda 3 xil usul bor. Bu Windows kompyuter uchun, bu Linux kompyuterlar uchun, bu Alma kompyuterlar uchun. Men Alma kompyuter qo'llanaman, shunga buni bosaman. Yana churtay. Davom qilamiz deydi. Buni tanladim va tushibdi. Zamp mulozimlarimiz hozir tushibdi. Undaqda biz buni tushirishni davomlashtiraylik. İşte. Zam serverimiz hazır kuruldu. Bundaqda biz start degan knopkaga basaylik. Bizga localhost bizga bu yerda bir IP adres berdi. Undaqda biz hozir server degan qismga kelaydi, ya'ni mulozimlar qismiga. Bu yerda pro ftpd Apache MySQL degan qismlarni all start qilishni aktiv qilamiz. Network qismi kelaydi. Localhost 8080 buni enable qilamiz. Hamda bu yerga kelaydi. Bu qanaqa bo'lsa explore deya, ya'ni ochgan vaqtimizda mulozimlarga oid butun hujjatlarimiz bor. Buning ichidan htdocs degan hujjatni qulay bo'lsin uchun biz shu oraliqqa qistiraylik. Va htdocs degan hujjatni kilman bu yerdan htdocs degan hujjatimizga kirgandan keyin index.php degan hujjatimga kiraman va buni Visual Studio Code degan editorim orqali qo'zg'ataman. Qo'zg'atgandan keyin hozir bu kodlarni bilmasalam bo'ldi. Keyin shu vaqtga kelganda tushuntiraman. Header, location, dashboard degan hujjatga saqlayman. Agar sen saqlamoqchi bo'lgan hujjatlarni deydi. Ya'ni bundan keyin biz PHP da mashg'ulot qilgan hujjatlarimizni bu yerga saqlamoqchi ekan. Men bu yerga yangi bir hujjat quraman. Ismi PHP document bo'lsin. Bundan keyingi PHP hujjatlarimni bir şeyga saqlashni xohlayman. Yani Ctrl A, Ctrl C qilish orqali bu yerdagi ismini aynan ko'chirib Ctrl S qilib bu hujjatni saqlab olaman. Saqlagandan keyin tor ko'rgichimizga kiramiz. Bu yerda yangi bir bet ochib localhost 8080 degan adresga kiramiz bu shaklda. Agar siz tuandagidek localhost betiga kiradigan bo'lsangiz, muvaffaqiyatli holda mulozimlarni qurdim deb o'ylagan bo'lsangiz bo'ldi.